Juda ham vahshiy hodisalar ro'y bergan orol, ichkarida mehmonxona. Biz bu yerga kiramiz. Floridada joylashgan bu orol ancha yillardan beri odamlar kelmaydi. Orolga yetib kelganimdan qo'rquv boshlandi. Sababi internetda ma'lumot berishlaricha juda ham xavfli joy. Ko'chani boshidagi insonlar menga ogohlantirish berishdi. Agarda ichkarida senga nimadir bo'ladigan bo'lsa, hech kim yordam bera olmaydi, hattoki biz ham. Men bitta o'zimman. Baribir ham bu orolga kirdim. Orol ichida hech kim yo'q va juda ham jimjit va qandaydir bir bosim bor edi. Qo'rquvni yengib ichkarilarni tekshirishni boshladim. Tobag'im, kimdir yuribdi-da shu atrofda. Mehmonxona xonalaridagi jihozlar hamma joyga sochilib yotibdi. Orolga ichkariroq kirdim va binolar ichiga kirishni boshladim. Bu safar umuman boshqacha tuyg'u bo'lyapti o'zimda. Ichkarilar buzilgan, lekin kimdirlar bu yerda bordek tuyuldi. Bu binoda hech kim yo'q edi. Men ikkinchi binoga o'tdim. Mashinalarni shunday tashlab ketishgan. Yana ham ichkariroq kirishga va tanishib chiqishga harakat qildim. Mehmonxonaga kirdim va ikkinchi qavatlarga ham chiqib ko'rdim. Ichkari xonalarni yaxshilab tekshirishga harakat qildim. Hamma narsalar shundayligicha tashlab ketilgan. Bu yerda aniq yaqin orada kimdir bo'lgan. Bir xonaga kirganimda bir narsani ko'rib qoldim. O'rtoqlar, sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, meni kuzatishda davom eting. Ikkinchi qismini tez orada